oxirgi faollik Profit Arena'ning eng ustun tomonlaridan deb bilaman buni. Siz hamma treyderlarni yaratayotgan ideyalarni ko'ra olasiz. Ko'ramiz bu yerda treyderlar qanaqa pozitsiyalar ochgan, fiksatsiya qilganlarini ko'ryapmiz. Bu bizga nimaga yordam beradi deydigan bo'lsangiz, misol qilib olaylik. Bitta treyder 54 ta coin'ini bitta ideyaga kirityapti. Ya'ni bu Amazon aksiyasiga kirityapti. Sherzod Abdullayev degan treyder. Bu yerda ko'ramiz, take profit bilan yopilgan bitimlari. Ya'ni bu bitimdan 6% daromad qilibdilar. Coin'da bu salkam 3,5 bo'lyapti. 3,5 coin bitta dona bitimdan daromad qilganlarini ko'rdik. Bu bizga bitta signal bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi treyder bo'ladigan bo'lsa, bu bitimlari 3 ta bitimdan 3chalasi ham take profit bilan yopilibdi. Ya'ni foydasi ham yaxshigina. SMCI'da bir kunning ichida 2,5%. Bir kunning ichida, bu yoqqa sal ko'proq ketibdi. Bu ham bir kunning ichida, bu ham 2 soatning ichida ekan. Salkam 3% daromad qilingan. 6% bo'ladigan bo'lsa, mana 23-da sotib olingan, 25-da sotilyapti. 5 kunning ichida, 2 kunning ichida 6% daromad qilinyapti. Ya'ni u treyder nimanidir biladi. Hozircha win rate 100% bo'lyapti. Yaxshi daromad olib kelyapti. Va 54 ta coin'ini, o'zi 100 ta bo'ladigan bo'lsa, depoziti 54 tasini bitta bitimga kiritayotgan bo'lsa, bu bitimga juda ham ishonishini bildiradi. Ya'ni bu bizga qanaqa yordam beradi deydigan bo'lsanglar, sizlar ham o'sha aksiyani kuzatishingiz mumkin. Ya'ni S&P 500 ga kirgan, indeksga kirgan aksiyalar juda ham ko'p va ideyalarni ko'pini o'tkazib yuborishimiz mumkin. Chunki har bittasini kuzatib borish uchun trading view'ni ochib qo'yib, 500 ta kompaniya har bittasidan bitta-bitta o'tib chiqishingiz kerak. Siz birinchisidan 500-gacha ko'rib chiqquningizgacha, ya'ni birinchi ideyalarda yaxshi kirish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Siz uni ko'rmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun ham oxirgi faollik bizga shunisi bilan yordam beradi. Biza ko'rmayotgan ideyalar bo'lsa, boshqa treyder ko'rgan bo'lsa, uni bemalol biza qaytara olamiz, o'sishga qo'shila olamiz.